Retreat jarayonlar haqida aytib bering. Retreat jarayonlari og'ir bo'ldi. Retreat jarayonlari retreatga kelmasimdan 1 oy, 1,5 oy oldindan boshlandi. Ikkala ham retreat ham kvantmiya kursini har bitta darsini deyarli 40 marta eshitish ham retreat jarayonlar. Bu retreat professional hamda professional jarayonlar o'tish bo'lganligi uchun menga biroz og'ir bo'ldi. Men lekin yengib o'tdim. Menga kasalliklar ko'tarildi, agressiyalar ko'tarilib ketdi, retreatga kelmaslik ishtiyoqi kuchayib ketdi, pul bilan bog'liq yo'qotishlar ko'tarilib ketdi, paydo bo'ldi. Shunaqa jarayonlar bo'ldi lekin. Hozir retreatdan keyin oldingi Zarina bilan hozirgi Zarinani o'rtasida farq bormi? Endi men rostini aytadigan bo'lsam, darrov natija o'zim ham kutmadim. Chunki natijaga aynan natija deb bog'lanib qolish, natijaga yopishib olish, har kundan natija kutish bu xato. Natijaga bog'lanib qolish va natija kutish bu xato. Men qachon natija qattiq kutsam, hamma tomonlama munosabatlarda ham, yo pulda, yo boshqa narsa o'sha natijani teskarisi bo'ladi-da. Men ko'p sinaganman buni. Shuning uchun natijaga ipni arqonni uzun tashlab qo'ydim. Natija qachon xohlagan paytda o'zi kirib kelaversin. Qachon vaqt soat kelganda. Natija doim Xudodan. Hozir ichingizda qanaqadir o'zgarishlar bormi? Ichimda o'zgarish, xotirjamlik bor. Qabul qilish bor. Lekin men natijaga yopishib olganim yo'q. Bu retreatni o'sha yaqinlaringizga, atrofingizdagilarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Ya'ni chet elga kelib, bilim olib, rivojlanishlarini. Mani atrofimda ezoterikani tushunadigan odamlar umuman yo'q. Mana shu yerda mana guruhim, sizlar boshqa yo'q. Yana kelarmidingiz retreatga? Yana retreatga kelardim. No, sal keyinroq shularni o'zlashtirib, darslarni o'zlashtirib olib, darslarni yaxshilab o'zlashtirib olib, mana birinchi retreatim-ku bu. Men o'sha ko'rib oldim, retreat qanaqa bo'ladi, jarayonlar qanaqa bo'ladi, nimalar qilish kerak. Men o'sha ancha narsani o'rganib oldim va bu xatolarimni kelasi retreatda takrorlamaslikka harakat qilaman. Agar kelmaganingizda nima yo'qotgan bo'lardingiz? Men zudlik bilan missiyamni bajarishga kirmasam, ahvol og'irligini tushunib yetganim uchun keldim. Men ichimdan chaqiriq bo'ldi. Chaqiriqmi endi bo'ldi, endi o'zim yo'limdan borishim kerak. Charchagandim chunki men teskari yo'ldan yurishdan charchagandim. Men o'zimni xohlamagan sharoitda, o'zim xohlamagan muhitda, o'zimniki bo'lmagan yo'ldan yurishdan men charchagandim. To'g'risi. Yo'lingizni topish uchun keldim. Yo'limni topish uchun keldim. Shunaqa. Men Zarina nimaga keldim? Nimaga kerak edi bu retreat menga? Retreatga kelish men uchun juda ham muhim. Men o'qidim, mavzularni ko'rdim, qaradim. Men uchun juda ham muhim deb o'ylaganim uchun keldim. Nima uchun men uchun muhim? Men 16 yildan beri bankda ishlayman. Shu 16 yil davomida bankda ishlash menga juda qiyin bo'lgan. Nima uchun qiyin bo'lgan? Boshqalarga oson, lekin menga qiyin bo'lganda. Boshqalarni lavozimi tez ko'tariladi, meniki qiyinchilik bilan ko'tariladi. Boshqalar mazza qilib ishlab turadi, meni oldimga shu to'siqlar tushaveradi, sakrasheniyaga tushaman, qiyin ish sharoitiga tushib qolaman. Faqat kurash ongi, kurashish kerak. Adolatsizliklar, bosimlar, buyruqlar, o'zing xohlamagan ishni qilish meni juda charchadim. Keyin men bundan 5 yil oldin 2020-yil ezoterikaga kirishni boshladim. Ezoterikaga kirib kelib Lazer Sergey Nikolayevichni hamda eng menga ma'qul kelgan, aslida ko'p avtorlarni o'qiganman. Juda ko'p avtorlarni o'qiganman. Keyin shu Tamara Schmidtni kitoblari eng ma'qul bo'lib qoldi. Keyin o'sha Tamara Schmidtni kitobida yozilgan, agar odam missiyasi bo'lmagan yo'ldan yursa, u juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. O'zini ruhini yo'lidan bormay boshqa yo'ldan yurib kelsa, u yo'l juda ko'p qiyinchiliklarni beradi.
agar odam o'zini missiyasini, o'zini ruhi tanlagan yo'ldan, ya'ni o'zi borish kerak bo'lgan yo'ldan yursa, unga yo'llar ochilib, pullar ham kelib, o'zini namoyon qilish ham ochilib ketadi degan gapi juda ham qattiq ta'sir qilib qolganda, man keyin Sapfiriyani buyukligingni yodga ol kursini birinchi, ikkinchi qismlarini juda yaxshi o'zlashtirdim. Keyin что bildim, man bankir bo'lish mani yo'lim emas. Man ham o'zim numerologicheskiy, ham astrologicheskiy, ham ruhan o'zimni qattiq o'rganishga boshladim. Shu yo'llar ochilib ketdi. Shu o'zimni shu kimligimni, ruhimni, kimligimni, missiyamni, asli kimlik nimaligini bilishga menga bilimlar kelishni boshladi-da, xuddi ilohiy tarzda kelishni boshladi. Что mani yo'lim bank emas. Что man ruhimni vazifasi bankir bo'lish emas. Juda ham charchagandim. Man keyin qaror qildim. Man o'zimni shu retritda shunaqa savol bo'ladi. Kim o'zini missiyasini bajarishni xohlasa, missiyasiga kirishni xohlasa degan joyi bor edi. Shu nuqtani man ushlab oldimda, man missiyamni bajarishim kerak. Ya'ni yana bitta joy bor edi. Kim davolashni boshlashni istasa, missiyasini bajarishni xohlasa degan joylar bor edi. Shu narsalar menga juda ham ma'qul keldi. Va men uchun bular juda важный savol edi. Chunki men juda ham charchagandim. O'zimga begona bo'lgan yo'ldan yurishdan charchagandim. Va men o'sha va nihoyat shu o'zimni missiyamni bajaraman deb men shu retritga kelishni tanladim.